Barchaga salom. Bugun sizlar bilan Els kitobining Intermediate passage'dan 7-tekstni birgalikda tarjima qilib bajaramiz. Unda boshladik. Allergic reactions to cosmetics. Demak, kosmetika vositalariga allergik reaksiyalar. In a recent survey, it was found that 25% of women interviewed reported drying and burning of the skin after using certain soaps. 10% had eye and nasal irritations after using certain perfumes, and 8% had cracked lips after using certain lipsticks. Demak, yaqindagina o'tkazdirilgan so'rovnomaga ko'ra, so'rov qilingan ayollarning 25% ma'lum bir sovunni ishlatishganidan keyin ularning tanalari qurib, qizib ketishlarini aytishdi. 10% ayollar bo'lsa, ma'lum bir atirni foydalanishgandan keyin ularning ko'zlari va burunlarida shilinishlar bo'lishini aytdi. Va 8% ayol bo'lsa, ma'lum bir lab bo'yog'ini ishlatgandan keyin lablari yorilganligini aytdi deyilyapti. Bu yerda survey bo'lsa, so'rovnoma o'tkazmoq, uning uchun definition A'da turibdi. The most common symptoms of allergic dermatitis are extremely dry skin, scaling, and redness with swelling and itching. Demak, eng ko'p allergik dermatitlar simptomlari bular. Demak, judayam terining qurib ketishi, yirinlash, shishish va qichishish bilan birga terini qizarib ketishidir deyilyapti. Bu yerda dermatit deganda teriga oid kasallik. Xo'p. The products most likely to cause this condition are lipstick, nail polish, soap, hair preparations, deodorants and perfumes. Demak, bu holatni keltirib chiqarishi mumkin bo'lgan eng ko'p mahsulotlar bular lab bo'yoqlari, lak, sovun, soch uchun mahsulotlar, dezodorantlar va atirlardir. Various drugs are being developed for the relief of allergy sufferers. Demak, allergiyadan azob chekadiganlarning holatini yaxshilash uchun judayam turli xil dorilar rivojlanyapti. However, your best help is to convert to a cosmetic product to which you have no harmful reaction. Biroq, xo'p, sizga eng yaxshi yordam beradigan narsa bu sizga zararli reaksiya keltirib chiqarmaydigan kosmetika mahsulotlariga almashtiring deyilyapti. Convert to degani almashtirmoq, o'zgartirmoq. Remember that the product is not at fault or in any way injurious. It is your particular sensitivity to it that creates the problem. Demak, shuni yodda tuting. Xo'p, mahsulot shuni yodda tuting. Bu narsa mahsulotni aybi emas yoki u zararli emas mahsulot. Aksincha, sizning o'ziga xos ta'sirchanligingiz muammoni yaratadi deb aytilyapti. A line of hypoallergenic cosmetics that are relatively free from substances that have been found to create allergic reactions is on the market. Demak, allergiya reaksiyalarini yaratishi mumkin deb topilgan moddalardan nisbatan xoli bo'lgan
Allergik reaksiyalar keltirib chiqarmaydigan kosmetikalar bozorlarda sotilyapti deyilyapti. To be on the market degani bozorlarda sotilmoqda deb tarjima qilinadi. Hipoallergik ya'ni allergiya reaksiyasi keltirib chiqarmaydigan kosmetika relatively nisbatan substance modda. Birinchi mashqni o'zingiz bajarasiz, ikkinchisini birgalikda bajaramiz. The writer advises those with allergic reactions to, demak, allergik reaksiyalar bilan azob chekadigan odamlarga yozuvchi shunday maslahat beradi. Stop using soap, demak, sovundan foydalanishni to'xtating. Sovundan foydalanishni to'xtatish haqida bizga umuman aytilmadi. Take anti-allergic drugs. Demak, allergiyaga qarshi bo'lgan dorilarni qabul qiling deb maslahat bermadi yozuvchi. To'g'ri, turli xil dorilar rivojlanayotganligini aytdi. Allergiyadan azob chekayotganlarni ozgina malham bo'lish uchun dardlariga, lekin uni iching deb aytmadi. Change their brand of cosmetics, demak, kosmetika turingizni o'zgartiring deyilyapti. Bu javobimiz to'g'ri bo'ladi, chunki aytdi, eng yaxshi yo'li dedi. Mana, ammo eng yaxshi yo'li bu sizga zarar keltirmaydigan, reaksiya chiqarmaydigan kosmetika mahsulotiga aylantiring deb aytildi. Shuning uchun to'g'ri javobimiz C. Avoid all cosmetics, demak, hamma kosmetikalardan foydalanmang deyilmadi. Complain to the manufacturer, ishlab chiqaruvchilarga shikoyat qilish haqida ham tekstda umuman berilmadi. Xo'p, demak, keyingi it's likely that the aim of the survey was, demak, o'tkazilgan so'rovnomaning ehtimoliy maqsadi bu. To be likely degani ehtimoliya. Xo'p, demak, edi. To test how well a particular brand of soap was selling, demak, bu yerda sotilayotgan sovunlarning test qilib ko'rish haqida umuman tekstda gap ketmadi. To aid the drug manufacturers in their development of remedies, demak, dori ishlab chiqaruvchilari haqida ham umuman tekstda ishlab chiqaruvchilarning o'zi tilga olinmadi. To get evidence to support a legal claim for damages against a cosmetics company, demak, kosmetika kompaniyasiga qarshi zararlar uchun qonuniy da'vo kiritish uchun sudga yetarlicha dalil to'plash uchun deyilyapti. Lekin bu yerda umuman kosmetika kompaniyasiga qarshi zararlar haqida aytilmadi. To collect the information needed to force cosmetics companies to withdraw certain products, demak, kosmetika kompaniyalarini majburlash ma'lum bir mahsulotlarni bozordan olib tashlashga, shunga muhtoj bo'lingan informatsiyalarni to'plash deyilyapti. Lekin bu haqida umuman gap ketmadi. Kosmetika kompaniyalari umuman tilga olinmadi bu yerda. Faqat kosmetikalar haqida gaplashdik. To get an idea of how women react physically to cosmetics, demak, ayollarni qanchalik kosmetik mahsulotlariga jismoniy ta'sirini olish deyilyapti. Bu javobimiz to'g'ri. Shuning uchun I javob bo'ladi. Xo'p, ma'lum bir mahsulotlar allergiyalarni keltirib chiqaradi, chunki ular juda ham sifati pastligi haqida, sifat haqida gap ketmadi tekstimizda. Umuman quality degan so'zni o'zi ishlatilmadi. Ayollar dorilarni qabul qilish haqida ham aytilmadi. Ayollar 25% ko'p miqdorda ishlatib yuboryapti deyilmadi. Bu yerda overuse umuman ishlatilmadi. Ko'p ishlatish haqida ma'lum
bir odamlar judayam ularning tarkibiga ta'sirchan deyilyapti. D javobimiz to'g'ri. Xo'p, chunki bu yerda aytildi. Bu yerda shuni biling deyapti. Mahsulotning aybi yo'q yoki ular zararli emas deyapti. Sizning o'ziga xos ta'sirchanligingiz bu muammoni yaratyapti deb aytildi. Shuning uchun to'g'ri javobimiz o'z-o'zidan D bo'ladi. Xo'p, demak, harmful ingredientlar haqida umuman aytilmadi. Ya'ni zararli sostav haqida umuman aytilmadi. Shu bilan darsimiz tamom. Xayr, salomat bo'ling.